AQSh 21-fevral shanba kuni Eronga zarba yo'llashi mumkin. Bu haqda o'z manbasiga tayanib CBS News xabar tarqatdi. Telekanal manbasiga ko'ra, hujum yuz bergan taqdirda bu shanba, yakshanba kunlari bilan cheklanib qolmay, keyingi kunlarda ham davom etadi. Xabarda aytilishicha, prezident Donald Tramp zarba berish haqida hali yakuniy qaror qabul qilmagan. Oq uy agar vaziyatni keskinlashtirsa, buning ehtimoliy xatarlarini baholayapti. Shu kunlarda Pentagon Yaqin Sharq mintaqasidan xodimlarning bir qismini vaqtincha olib chiqmoqda. Nashrlardan biriga ko'ra, AQShning Erondagi harbiy amaliyoti katta ehtimol bilan bir necha hafta davom etadigan keng ko'lamli kampaniya bo'ladi va u yanvar oyida Venesuelada o'tkazilgan operatsiyadan farqli ravishda to'liq masshtabli urush ko'rinishini olishi mumkin. Manbalarga ko'ra, AQSh va Isroilning Eronga qarshi navbatdagi harbiy harakatlari 2025-yil iyun oyidagi 12 kunlik urushga qaraganda ancha kattaroq bo'ladi. Isroilning Yunet nashri bilan gaplashgan isroillik amaldorlarning aytishicha, Isroil kuch ishlatar tuzilmalar va favqulodda yordam xizmatlari eng yuqori darajadagi mudofaa tayyorgarligiga keltirilgan. Nashrning qayd etishicha, Eron yadro dasturi bo'yicha bir necha kun oldin Shvetsariyada bo'lib o'tgan muzokaralarda rasmiy Tehron AQShning talablarini yana rad etgan.